Assalomu alaykum hammaga. Kanalimga xush kelibsizlar. Men Mirzabek. Men sizlarga yangi audio hikoya tayyorladim. Bu audio hikoyaning nomi La'natlangan mashina deb nomlanadi. Tayyor bo'lsangiz, men undan boshladim. Bu voqea 3 yil oldin bo'lib o'tgan edi. Dadam kattagina korxonada ishlar, oylik maoshi yaxshi edi. Endi dadam qimmatbaho mashinalarga qiziqishi juda ham katta edi. Endi dadam mashinalar surishta boshladi. Keyin sekin-astalik bilan mashinalar qidira boshladi. Mashinalar hech topilmas, hammasi qimmat mashinalar edi. Dadamga ko'proq Malibu, Prado, Jeeplar qiziqtirar edi. Kunlardan o'tgan dadam oldimdan bir tanish o'tdi. Salom alaykum qilib, "Ha, Doniyor, qayerga ketyapsan?" dedi. "Mashina olgani?" dedi. "Qayoqqa o'sha?" dedi. "Mashina olgani" dedi. "O'sha arzonroq joydan" dedi. "Bilib boraylik, meni ham mashina olgim kelyapti" dedi. "Bo'pti, yur" dedi. Va Doniyor aka ikkalasi yo'lga tushdi va o'sha yoqqa yetib bordi. Shahardan anchagina uzoqda edi va o'sha yoqqa yetib bordi. Atrofda mashina, qimmatbaho mashinalar edi. Har xil rusumdagi mashinalar turardi. Keyin Doniyor "Bu yerdagi mashinalar egasi nima bo'lgan?" dedi. "Hammasi jarima maydonchasiga qo'yib qo'yilgan ekan-u" dedi. "Jarimalarni uzmasdan ketgan" dedi Doniyor aka aytdi. Va sekin-astalik garajga o'xshash joyga kirishdi. Keyin Doniyor aka dedi, "Ey, bu yerda kim bor?" dedi. Ichkaridan bir yosh katta otaxon chiqib keldi. "Kelinglar" dedi. Doniyor sekin-astalik salom alaykum qildi. "Ha, Doniyor, qayerga ketyapsan?" dedi. "Mashina olgani ketyapman" dedi. "Qayoqqa o'sha? Men ham bilib boraman, men ham mashina olmoqchi edim" dedi. "Yur" dedi, ketdi. Keyin birgalashib ketishdi. Keyin yo'lda ketar ekan, mashina to'xtatib, mashinaga o'tirishdi va shahardan chiqarishdagi bir eski mashina tashlandiq joyga borishdi. Keyin atrofda mashina. Закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Doniyor dedi. "Ey, bu yerda kim bor?" "Qahor aka" dedi. Ichkaridan bir yosh katta otaxon chiqdi. Тили-дили-бу, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Близко. Дили-дили-бо, ты слышишь, кто-то рядом притаился за углом и пронзает взглядом. Kortejaga chiqadigan mashina ekan. Застроен Nechta pul turadi dedi. "Ha" deya ichkaridan chiqdi. "Bolam, hali yosh ekansiz-ku" dedi. Deb mashinaning oldiga keldi va mashinaning ustini o'rab qo'ydi. "Bu mashinaning tarixi uzun" dedi. "Nimaga?" dedi Doniyor. "O'tiringlar, tarixini gapirib beraman" dedi. Bundan bir necha yil oldin bu mashinaning egasi kattagina jinoyatga qo'l urgan. Keyin u jinoyat olamiga kirib kelgan. U qotil edi. Keyin uni qidiruvga berishgan. Keyin u qidiruvda bir nechta jinoyatga qo'l urgan. Asosan qora dori, nasha, qurol savdosi bilan shug'ullangan va odam savdosi bilan shug'ullangan. Keyin inson organlari bilan shug'ullangan. Bora shu mashinani oldi. Keyin u har xil ishlar qilgan. Odam o'ldirish, ularni urib ketish, shunday ishlar qila boshladi. Men gapga ishonmay mashinani qanaq bo'lsa ham oldi va otaxon ichkariga kirib mashina kalitini oldi. Va mashinaning hujjatlarini ham oldi. Keyin aytdi, "O'g'lim, men sizni ogohlantirdim" dedi. Men gapga ishonmay mashinaning kalitini oldim va hujjatlarini oldim, mashinaga o'tirdim va bir zum mashinani haydab ketdim. Keyin mashinani bo'yga qarab to'g'ri uyga bordim. Mahalladagi odamlar mashinani ko'rib hayron qoldi. "Nimaga deysizmi, bu mashina o'ta to'y kortejlariga chiqargan mashina edi." Ayolim ko'rib, "Zo'r ekan" dedi. Ayolning ismi Tamara dedi. "Bir-ikki kundan keyin to'q aylangan chiqamizmi" dedi. "Ha, aylangan chiqamiz" dedi. Keyin 2 kun ishdan so'ng boshlig'idan joy so'rab to'q aylangan chiqib ketdik. Keyin bolalarimni va ayolimni va otamni olib yo'lga chiqdik. Va u yerda gazning sasi ham bor edi.
Keyin sekin-asta kelib tushdi va bolalarim uxlagan kirib ketdi va ota-onam ham. Keyin qorong'i tushdi va yarim kechasi uyg'onib ketdim va tashqariga chiqib sigaret chekdim. Chekayotgan vaqtimda mashinamning birdaniga signalizatsiyasi ishlab ketdi. Men qani deb muammo deb mashina signalizatsiyasini o'chirdim va mashinaga qaradim. Qarasam mashina ichida bitta ayol o'tirardi, yuzlari qonga to'lgan. Men qo'rqqanimdan ko'zlarimni ishqadim. Qarasam u ayol birdaniga yo'q bo'ldi. Sekin-asta mashina oldiga bordim va mashinani ochdim va mashina ichiga o'tirdim. Yo'lga qaradim. Deya tortib mashina ichiga o'tirdim. Keyin shu vaqt mashinaning orqa tarafini ko'rsatadigan oynani orqaga qaratdim va u ayol sekin-asta mashina oldiga bordim. Bu ayolni qaradim. U ayolni ko'rganimdan keyin ichkariga kirib ketdim va mashinani ichkaridan qulab qo'ydim va men yotib uxladim. Ertalab sahar tong otdi va ertalab sahar o'rnimdan turib chiqdim. Keyin mashinamga qarab o'tirar ekanman, oldimga bir inson keldi va menga qarab, "Uka, mashina sizni mashinangizmi?" dedi. "Ha" dedim. "Mashinangizga hushyorroq bo'ling. Kechasi bilan mana shu mashina ichida kimdir o'tirganini ko'rdim" dedi. "Yo'q" desam, "Ha" dedi. "Mashinangizga hushyorroq bo'ling" dedi. Men esa "Xo'p" dedim. Va biz 2 kundan keyin uyga qaytdik. Ertasiga ertalab ishga chiqdim. Ayollar ketar ekanman. Orqa tarafda kimdir o'tirganini ko'rdim. Va keyin yelkamga muzdek qo'yib kelganini ko'rdim. Mashinani to'xtatib chiqdim, orqamga qaradim. Orqada hech kim yo'q edi. Men biroz o'zimga kelib yo'lga tushdim. Yo'lda ketardim va ishxonamga yetib keldim. Ishxonamdagi mashinalarni ko'rib xursand bo'lishdi. Zo'r mashina ekani va deya maqtashdi. "Ko'z sevmasin, ko'z sevmasin" dedi. Ты слышишь, кто-то рядом, притаился за углом и пронзает взглядом. Дили-дили-бо, заскроет ночь немая, за тобой крадется он и вот-вот поймает. Близко. Дили-дили-бо, ты слышишь, кто-то рядом, притаился за углом и пронзает взглядом. Men bo'lgan voqeani dadamga aytdim. Ikkalamiz o'tirib o'ylanib qoldik. Dadam mashina sotib yuboray dedi. Men dedim, "Dada, balkim ehson qilib o'sha yurgan odamlarni ruhiga ehson qilarmiz, dada" dedim. Закрой глаза скорее, Mayli dedi. кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Aytdiki, mashinangizni o'qitish kerak ekan dedi. O'lgan odamlarning ruhiga ehson qilishga dedi. Va ertasiga dadam o'sha Дили-дили-бо, domla кричит mashinani ночная птица, он уже пробрался в дом, тихо не спится. Qo'y solib hammaga ehson qildi. Ikkalamiz xursand edi. Kanalga obuna bo'ling. Layklarni bosinglar. Sizlarga yana bitta iltimos. Mashinani olayotgan vaqtda narx-navosiga qarab oling. Iltimoslar. Burada kanalimga o'tib obuna bo'linglar. Bundan qiziqarli zo'r hikoyalar chiqaraman.